Chaqaloq miyasi haqida gaplashamiz. Juda ham ajoyib. Go'dak miyasi ustida olib borilgan izlanishlarga ko'ra, yangi tug'ilgan go'dak 100 milliardga yaqin asab hujayrasi, neyron bilan dunyoga keladi. Miyamizning ko'zidek kattalikdagi to'qimasida ham taxminan 5 million hujayra mavjud. Lekin noxush jihati shundaki, tug'ilgandan keyin ishlatilmagan, ishga yaramagan neyron hujayralari o'la boshlaydi. Chaqaloqqa berilgan rag'batlarning ko'pligi va sifati yordamida uning boshidagi neyron hujayralarning o'limi sekinlashishi mumkin. Qolaversa, neyronlar chaqaloqqa beriladigan yangi, qiziqarli, sifatli rag'batlar sababli bir-biri bilan aloqa, sinaps o'rnatishi mumkin. Bir neyron faqat bir joyga ham, minglarcha neyronga ham bog'lana oladi. Ikki neyron orasida bog'liqlik o'rnatish ikki qit'a o'rtasida ko'prik qurishdek gap. Miyamizning hududlari orasida qancha ko'prik sinaps o'rnatilsa, shuncha ko'p axborot va ma'lumot qabul qilish, tarqatish ta'minlanadi. Shu tariqa rivojlangan tarmoq tizimi yaratiladi. Miyadagi neyron tarmog'i qanchalik rivojlangan, qanchalik ko'p bo'lsa, miya shunchalik yaxshi darajada ishlaydi. Bundan shu xulosa qilinadiki, turli rag'batlar go'dak miyasi uchun eng foydali ozuqadir. Bundan-da foydali videolarni o'tkazib yubormaslik uchun bizlarga obuna bo'lib qo'ying va videoni do'stlaringizga tarqatib qo'ying.